Assalomu alaykum. Mana biraz anlamayotganda. Assalomu alaykum. Mana bir narsa anlamayotganda gap qilaveranda o'zi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadarlik fidoyilar ekranininki ko'rganlari. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizninki 85-sonida monopol qilingan islomninki yana bir tarmog' bo'lgan monopol qilingan iymon degan temada suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'a şükür. Men yaxshi, fidoyi qarindishimizmi yaxshi. Men bu programdagi qisqacha bir tushuntirishini o'qib o'tay. Yani monopol qilingan iymon. Iymonmi monopol qilinamdi? Bu qanday gap deyishingiz mumkin, ammo nimaga, qanday, nima uchun iymon aytadiganligi aloqador an'anaviy islomdagi belgilamalariga Qur'onning belgilamalaridan nazar solganimizda har xil g'araz va maqsadlarda qutblashgan tuhmatchilar va g'ofillarning monopolligida kontrol qilinib kelganligini bayqaysiz. Ishonmasangiz, bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 85-sonida ustoz bilan tafsili buni to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum ustoz. Biz endi burundan tortib islom dinininki asoslari deb asosligi islom, ya'ni iymonni asos qildi deb bunday tushunib mangan. Ammo yaqinqi o'rganishlarimizda o'zlarining tadqiqotlarida buningki islomninki Allohning din, sizlarga din deb tanlagan, ya'ni bizga din deb tanlagan bu islomninki bunda iymonni asos qilmaydiganligi to'g'riliq so'zlab o'tdilar. O'zlarining temaga kirishdan burun mush to'g'riliq qisqacha bir tushuntirib o'tib, ondan kirsalar texmo yaxshi tushunish bo'ladi deb o'ylayman. Chunki nurg'ulg'a odam asosan bu biz burun tushungandek tushunadi. Sizlar buni qanday tushundirdilar? Qani beraman. Assalamu aleyküm. Dünyanın haqqas joylari hurmatli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bugun shu monopol qilingan iymon 85-son ekan. Bu nimaniki Qur'on nazar programmamizniki. Shunda bugun monopol qilingan iymon haqida to'xtalamiz. Shuning oldida hozir Abdulaziz qarindoshimiz so'ragan bir savolga javob berish to'g'ri keladi. Rast degandek bizmi kichik vaqtlarda yoki bo'lmaydi shu o'qishni yangi boshlab shu tugutish oldida turayotgan vaqtlarimizda iymon va islomni bir narsa deb tushunib kelgan. Bir odam islomga kirmoqchi bo'lsa, avval u odam iymon etish kerak. Iymonni qabul qilgandan keyin u odam andagi islomga kiradi degan bunday tushuncha yo'q. Ammo Qur'oni Karimni tadqiq qilgan vaqtida iymon ayrim bir narsa, islom ayrim bir narsa ekanligi o'ttirib chiqardi. Iymon nima degan vaqtda e'tiqod. E'tiqod degani har bir inson ishonish orqali, ya'ni o'zi nimaga ishonmoqchi bo'lsa, shuning ishonish orqali o'ziniki qalbini bu narsaga bog'lash demak endi. Biz Allohga ishonamiz. Allohga ishongan inson o'zining qalbini Allohga e'tiqod jihatdan, ya'ni ishonish jihatdan bog'lash degan ma'noni bildirdi. Buni Alloh taolo Qur'onda har bir insonning shaxsiy ish qatorida bayon qildi. Yani "Femen şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur. Lekum dinukum veliyedin" degan oyatlar orqali "La tasubbullazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilmin" degan o'xshash nurg'unlagan oyatlar var Qur'onda. Shu oyatlardagi umum mazmuni asoslangan vaqtida iymon etish, bir narsaga e'tiqod qilish har bir insonniki shaxsiy o'zining ishi ekanligini ve onunla Allah Teala asla özü mecburlamaydiganlıqni. Xalisi işindigan, xalisi işenmeydigan, xalisi bir narsaga ishinib oxirini chikatsa bo'ladigan o'zining shaxsiy ishi qatorida hisoblangan.
Ammo islomga kelgan vaqt ko'rsa, islom e'tiqod emas. U bir e'tiqod, iymon masalasi emas, u bir jamiyatning tuzumi. Jamiyat tuzumi bo'lganligi uchun u tuzumda Alloh taolo iymonni shart qilgan. Yani iymon ishonch degan o'zi ishonish degan ma'noni bildirgan bo'lsa, islom ko'rsa tinchlik o'rnatish. Tinchlik o'rnatish bir tuzumi degan gap. Ya'ni bir sotsializm yoki kommunizm yoki kapitalizm degan o'xshash bir tuzum. O tuzum o'zi o tuzumning ichida e'tiqod bo'lmaydi endi. E'tiqod u insonlar orasidagi ish bo'lg'achqa, insonni boshqaradigan bundaq ish bo'lg'achqa, unida o'zi bir inson, yana bir insonga yoki bir inson u davlatning raisiga degandek e'tiqod bog'lashga burilmagan. Faqat nima qilishga degani shuni qabul qilishga va shu bo'yicha ish qilishga, bo'ysunishga burilgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima bo'lsa, islomni hamma odam e'tiqod deb tushunib oladi. U islom e'tiqod emas, tuzum, ya'ni sistema. Turkiyani misol olsak, Turkiyaniki sistemasi loyiqlik. Ya'ni tuzumi Turkiya loyiqlik tuzuminiki ustiga qurilgan bir davlat. Endi bu islomchi degan vaqtda islom shunga o'xshash bir tuzum bo'lib, bu islom o'zi islomni asos qilgan bir davlat islomdan iborat bir tuzumning ustiga qurilgan bo'ldi shu vaqtda. Buningda hech qanday o'zi islomdagi tuzumiga asosan hech qanday bir nimani e'tiqodni asos qilmagan bir tuzum. Har qanday inson qanday e'tiqodga kiraversin, u o'zining shaxsiy ishi. Bir inson ikkinchi bir insonga e'tiqod sababidan o'z dushman bo'lish, e'tiqod sababidan do'st bo'lishga o'xshash bundaq narsa u nimada do'st bo'lishga bo'ladi, lekin balki dushmanlashishga mening e'tiqodimga o'xshamaydi ekan, uning e'tiqodida o'tirib, e'tiqodi o'xshamaydigan odamning o'zini haqoratlashga, uning qani halol, meli halol deyishga bo'lmaydigan darajada bundaq o'zi Qur'oni Karim aytgan cheklamalarni o'tirib qo'ygan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizning eng ajratib oladigan narsamiz iymon bir e'tiqod. Yani Alloh bilan insonning orasini, yani Allohga ishonadigan inson bo'lsa, u vaqtda Alloh bilan o'zining orasini ishonch bilan bog'lash ma'nosini ifodalaydi. Bundaq odamlar ibodat qiladi. Ibodat degan nima bo'lsa, namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Ya'ni o'zi iymon etgan odamlarga majbur. Ya'ni o'zi uning sirtida Qur'onda vel asri innal insana lafi khusrin illallazina amanu va amilus solihat degan o'zi oyatga asosan u islomda belgilangan butun o'zi yaxshi ishlarni qilishi va yomon ishlarni o'zini nim qilishi, ya'ni uni o'zini cheklashi, ya'ni mana shu vaqtida bu o'zi o nimaniki o odamniki majburiyat bo'ldi. Ya'ni bir odam iymon etgan bo'lsa, u odam agar islomni qabul qilmasa, u vaqtda iymon bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 5-da va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Alloha vallazina amanu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun deydi. Biz Allohga oxirat kuniga ishondik degan odamlarni bu odam o'zi haqiqiy iymon etgan odamga o'xshaydi deb o'ylab qolmoqda deydi Alloh taolo Qur'onda. Nima uchun degan vaqtda u Allohga, ya'ni o'ziga o'xshash iymon etgan kishilarga yoki insonlarga hiyla ishlatganligi uchun. Ya'ni bir odam Qur'oni Karimda hiyla ishlatish, bir odamga o'zi hiyla-mikr qilish, bir odamga o'zi yolg'onchilik qilish yoki uning to'zoq qurish ishlari Qur'oni Karim cheklangan islom prinsiplarida. Bu islom prinsiplaridan birisining o'ziga xato qarshi chiqsa, u odamning iymoni bekor bo'lib ketadi degan. Misol iblisni misolga olsak, iblis Alloh taoloni tanimay qilib, Alloh taoloniki bor birlikni inkor qilganlik sababidan u kofir bo'lib ketmadi. Nima sababdan kofir bo'ldi degan vaqtda odamga hurmat qil. İnsanlar zodi, ya'ni koinotga har qanday bir maxluq, yana bir maxluqqa hurmat qilish. O'ziniki Allohning oldidagi bir o'xshash bir maxluq bo'lish sifati bilan bir maxluq ikkinchi bir maxluqqa hurmat qilish bu Alloh taolo belgilagan bir narsa. Ya'ni bir odam bo'lsin, yana bir odam o'zi hayvon bo'lsa, yana birisi hayvon bo'lsa, yana bir hayvonning orasida hayvonga hayvoncha hurmat bilan qarash.
Onun özünü hakaretlep, onu azarlap qilishga bo'lmaydi. Qur'oni Karimdagi ko'rsatmasi bo'yicha. Xuddi shunga o'xshash bir odam yana bir odamga, bir maxluq ikkinchi bir maxluqqa bunaqa huquq sohasida biz so'zlab o'tdik. Buning o'ziga hurmat qilish, ya'ni o'z joyida hurmat qilishning o'zi bu Qur'oni Karim belgilagan narsa. Yani Allah Teala belgilegen neyse, Allah'ın bu belgelemesi karşı çıkışını öz söylese, Allah'ın yani İslam'daki belgelemesine emelge aşılmagan bulduk. Onun karşı çıkan buldu diyen gibi. İslam'ın belgelemesine karşı çıkan Adem imandan ketdi diyen gibi. Ayrıca İblis'in özünü Allah Teala şu hürmet kıl diyenlik için, onun hürmet kılmaganlık için Adem'e o kafir olup ketkenligini Kur'an-ı Kerim'de bayan kıldı. Onu kafir olup ketişi, İslam'ın prensiplerinin birisiga amal qilmaganligi uchun kafir bo'lib ketganligini bildirdi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ikkisini orasida mantiq jihatni aytgan vaqtda umum xusus minvaj degan bir narsa bor. Ana shunday bir narsa bor. Bu nima degan bo'ldi desa, har qanday bir mo'min musulmon bo'lmay turib, u o'zi mo'min bo'lolmaydi. Ya'ni Qur'oni Karimda uning uchun ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan degan oyat bor. Ey müminler, umum yüzlü İslam'a kiramlaydı. İslam'a kirme yani tinçlik, yani tinç bir cemiyet berpa kılmay, ya tinç bir cemiyet berpa kılınan cemiyete kirmey durup, o adam özündeki müminliğini ifadeleyemaydı diyen gibi. Hem de İslam'a kirgen, her kandak adam iman etiş şart mı diye vakti, iman etmeyen insanların İslam'a kiralaydı. Yani o zaman imanni qabul qilmay turib o'zimning e'tiqodini qilib qolaman yoki hech qanday bir e'tiqodni qabul qilmayman, ammo islomdagi prinsiplarni men qabul qilaman. Bir-biriga yaxshilik qilish, yaxshi o'qish, axloq bo'lish, bir-biriga hurmat qilish, deganga o'xshash shunday o'g'irlik qilmaslik, sinoq qilmaslik, aroq ichmaslik, yolg'on so'zlamaslik, hiyla-mikr ishlatmaslik, bo'xton chopmaslik deganga o'xshash nurg'unlagan Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan prinsiplar bor. Muş prensiplarga men qo'shilaman, mushni men qabul qilaman, lekin Allohga ishonmayman, payg'ambarga ishonmayman desa, u odam o'zi o ishonmaslik bilan u islomdan chiqib ketgan bo'lmaydi degan gap. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonida Abu Jahl, nima Abu Jahl, Abu Sufyonning o'zimi Makkada Makka fatih qilgan vaqtida shu prinsiplarni qabul qilgan, islom prinsiplarini qabul qilgan, ya'ni tinchlik prinsiplarini qabul qilgan. Ammo Allah'a ishonmagan, payg'ambarga ishonmagan. Lekin o Abu Sufyanning o'zini islomga kirganligi bilan bayon qildi. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu endi Allohga ishonmas, payg'ambarga ishonmas u vaqtda u qanday bo'ladi degan vaqtda Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish u odamniki oxiratligini kapolatga ega qiladi. Bir odam Alloh va payg'ambarga, kitoblarga, malaiklarga, oxiratga ishongan holda İslam'ı qabul qilsa va islom prinsiplariga to'liq amal qilsa, u odam dunyoda ham o'ziga va xalqqa baxt yarata oladi va qiyomatda desa o'ziga baxt yarata oladi. Ya'ni Alloh taoloning mukofotiga erisha oladi. Ammo islomni qabul qildim deb o'tirib iymon etmagan bo'lsa degan vaqtda Alloh va Allohning payg'ambarlari, kitoblariga, malaiklarga, oxiratga ishonmagan bo'lsa degan vaqtda bu dunyoda o'ziga baxt yarata oladi. Ammo oxiratga degan vaqtda ahiretте onunki karşı karta sevap verilmeydi. Onun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimda İslam asas qilingan bo'lsa-mu, lekin nurg'un yerda iymon sohasida nurg'un iymon etmagan odamni biz qiyomat kuni andoq jazolaymiz, mandoq jazolaymiz degan nurg'un yerda oyatning bo'lishi bu nimani ifodalaydi degan vaqtida iymon etgan odam islomni ham qabul qilib, iymon ikkilasini qabul qilgan vaqtida bu odam dunyo va oxiratda baxt bo'ladi degan. İslam'ı qabul qilib, iymonni qabul qilmagan odam dunyoda baxt bo'la oladi, oxiratda o'ziniki baxtidan mahrum qoladi degan. Shuning uchun bu yerdagi iymon va islom orasidagi farq ana shunday nihoyatda cho'ng. Ammo nurg'un diniy sohadagi ustozlar mush sohaga ahamiyat bermaganligi uchun buni aniq orib millatga tushuntirmagandan keyin millat mushniki nimasida nurg'unlagan aniq bo'lmagan bundaq bir fikrga ega bo'lib qolliqliq, arayolmaydigan bir holatga tushib qolliqda. Allah razı olsun, rahmet. Hem de gaplarni unutib qolmay dersini inşallah.
Endi hozir bugungi 85-chi suhbatimizning o'zi monopol qilingan islom to'g'riliq to'xtalamiz. Qur'onga asoslangan vaqtda iymonniki ya'ni bir narsaga ishonish, iymon degani ishonish degan ma'noni bildirdi. Ishonish uchun oldin ishonish, undan keyin o'qish, bilish shart qilinmaydi. Qur'ondagi prinsiplarga asosan oldin o'qish, uni yaxshi bilish, yaxshi tushunish, undan keyin ishonish agar xohlasa. Bu o'zi shart qilindi. Qur'on birinchi o'qishni, tushunishni, u sohada tafakkur qilishni asos qiladi. Uning uchun Qur'oni Karim nima deydi desa, iymonniki oldida namoz, iymon har qanday narsaning oldida birinchi qilib farz qilgan narsa nima bo'lgan degan vaqtda Alaq surasiniki 5 oyatni nozil qilgan. Ya'ni Iqra bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insani min alaq, iqra va rabbukal akramullazi allama bil qalam, allamal insanu ma lam ya'lam degan mush oyat 5 oyatga asosan inson birinchi o'qish va o'zini alaqdan yaratgan zotni tafakkur qilish orqali uni bilish, undan keyin uning ishonish. Bunun o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda shu surada shunday bayon qildi. Ya'ni birinchi qadam nima desa, o'qish. An'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy dinda birinchi ishonish. Birinchi ishonishning o'zini maqsadi nima o'tirib qo'ydi. Undan keyin uningga o'qishning o'zini farz kifoya deydi. Ya'ni shu namoz o'qidik, ro'za tutdik, bundaq bir holatlar bo'lsa, bo'ldi. Uni o'zi voyaga yetkazib uni bilishga hojat yo'q. Chunki jiqaroq o'qisa, u an'anaviy dinniki joligini bilib qolgan bo'lg'achqa xalq. Shunga uning o'zini jiq o'qib ketmasin deb o'tirib, tafakkur qilish harom. Tafakkur kofirlik qapirdi deganga o'xshash nurg'unlagan fatvolarni o'tirib chiqarish orqali bu insonlarning tafakkurini bo'g'ib, musulmonlarning o'zini mushkuni qilib qilishniki birinchi sababchisi shu an'anaviy dinchilar bo'lgan. Yani Kur'an'ın özde Ali İmran'daki 164. ayette لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ diyen bu ayetinin özde mi? Peygamberge kitap evetip o peygamberini peygamber kılıp qilishning sababi nima degan vaqtda insonlarga kitobni, hikmatni o'rgatish uchun, o'rgatish orqali ularning o'zini xato yo'ldan qutqizib qolish uchun evatganligini bayon qiladi. Ya'ni kitobni o'rgatish, o insonlar o'rgatib, u yer to'g'ri xatoning o'zini bildirgandan keyin u inson andan keyin to'xtab tur, ma yo'lim va qilayotgan ishim yoki xato ekan deb o'tirib, to'g'rini e'tirof qilgan insonlar iymonni qabul qilganga yoki kitobga ishonganga. Buning o'zini bayon qildi. Ya'ni bu yerda nimani bildirdi desa, birinchi o'rganish nihoyat muhim narsa ekanligini, o'rganmay turib, qarg'ularcha ishonishniki nihoyat xato ekanligini bildirdi. Ya'ni iymonniki endi Qur'oni Karimda maxsus bir formasi bormi degan vaqtda, maxsus to'xtalib qo'ygan bir formasi bor. Bu nima degan vaqtda Sura Baqarniki 285-oyatida Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun kullun amana billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ve qalu sami'na ve ata'na ghufranaka rabbana ve ileykel masir. Başqa oyatlarda o'zi oxiri degan o'zi oyatlar bor. Mushu bir Qur'ondagi iymonning formasi. U nima degan vaqtda Allohga ishonish, payg'ambarga ishonish, malaiklarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonish. Bu 5 ishonish. 5 narsaga ishongan inson u iymon etgan bo'ldi. Alloh taologa yana iymon etgan bo'ladi degan bo'ldi. Endi bu an'anaviy dindagi degan vaqtda an'anaviy dinda asla o'zi 5 ishonish degan bir narsa mavjud emas. Chunki buning nima deydi desa, Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, kitoblarga ishonish, oxiratga ishonish,
qadarniki xayriye ve şerriye işiniş, vel ba'si ba'del möt, ölgəndən keyin tirilishga ishonish o'xshash shundaq o'zi nurg'unlagan narsalarni bo'libmi qadar degan narsani o'zi o'ttirib chiqarish orqali hamma narsa insonniki peshonasiga yozilib ketgan. Alloh taolo hamma narsani o'zim kitobga yozib qo'ydim. Ash Qur'ondan iborat, ash kitobda hamma narsa bor desa, yo'q, u narsaning o'zini u an'anaviy dinchilik nima desa, u narsa u kitobda emas, u insonning peshonasiga yozilgan. Deb shundaq o'zi bayon qildi. Misal, yo'lda nimalqi bir rivoyat bor. Bir bola onaning qo'sig'ida 40 kunlik bo'lgan vaqtda u onasining qo'sig'iga ichki perishta kirib, u yerda u insonniki nima yeydiganligini, nerda yashaydiganligini, qancha yosh kirgancha o'ldiganligini, jannat kiramdi, jahannam kiramdi, yaxshi odam bo'lamdi, yomon odam bo'lamdi. Mo'shning hammasini yezib o'tib chiqadiganligi haqida shundaq rivoyatlar bor. Ya'ni mo'shning o'zini nimani bildirdi desa, inson hech qanday ixtiyorligi yo'qligi. İnsonniki peshonasiga hozirgi misol mashinaga o'xshash, mashina odamniki beshiga shu sistemani qachlab qo'yganga o'xshash, shuni qachlab qo'ygan, u kun nega bassa, kun Alloh taolo arshid turib tutib turganligi, u nega bassa shu yerga mangdiganligi insonda hech qanday bir ixtiyorlikning yo'qligi. Buning o'zini bayon qildi. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda "Faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur." İnsonda ixtiyorlikning borligi. Yani halisa o iman etiş, halisa öz iman etmaslık ixtiyorligi insonlarga berilganligi. Halisi yaxshi ish qilish, halisi yomon ish qilish ixtiyorligi insonlarga berilganligi. Buning o'zini Qur'oni Karim bayon qildi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda an'anaviy din insoniyatniki odatdagi turmushiga to'g'ri kelmaydi. İnsonniki hayotiga aslo to'g'ri kelmaydi. İnsonning tabiatiga, aqliga hech qanday narsaga to'g'ri kelmaydi. Ama Kur'an degan vaqtda Qur'on insonniki haqiqiy o'zi dunyodagi amaliy ahvoliga eng to'g'ri keladigan shaklda o'zi tushgan bir kitob. Yani shu Qur'oni Karimdagi iymon borasini ko'rgan vaqtimizda haqiqatan insonning kallasini o'tadigan, inson uning qoyil bo'ladigan bir o'zi kitob. Yani shunday o'zi iymonlarning o'zini iymonni bayon qildi Qur'on. Yani Qur'onda har qanday bir narsani bayon qilish kelsa, mush narsam rost demoqchi bo'lsa-mu, Qur'oni Karim nima deydi desa, "Fa'tu burhanakum in kuntum sodiqin." deydi. Har qanday narsani mening rost demoqchi bo'lsang, uning sen dalil keltir, isbot keltir deydi. Ya'ni demak, bu yer nima degan vaqtda Qur'onda Alloh taoloning borligi, birligi to'g'rilikmi isbotlarni so'zlaydi. Misol, "Law kana fihima alihatun illallohu la fasadata." Yani asman zeminini kim yarattı? Yani kainattaki özü keç gündüzünü kendimizde kim yarattı? Kainattaki neslerini kim yarattı hakkında aşını neslenin mevcut tuğallığının özü onu aşında mevcut kılan bir zatının bağlılığını ispatlayan bir ispat ikenligini Kur'an bayan kıldı. Yani demek neyme diye vaxtda Kur'an-ı Kerim her bir nesini oturup koygan vaxtda onunki ispatını birge oturup koydu. Ama an'anaviy din degan vaqtda an'anaviy dinning o'zida hech bir zaman isbot so'zlanmaydi. U yerda buni isbot bormi degandikilla, u mollaning o'zi qo'pib, buni undan olsa iymondan chiqib ketsa, kofir bo'lib ketsa, murtad bo'lib ketsa, deb o'tirib uni qo'rqitib jahannamga kirsa, qabr azobi tortsa degan o'xshash nurg'unlagan o'zi qo'rqoqlikni sevib o'tirib, uni majbur o'zalqi qoyil bo'lmasa-mu, gap qilolmaydigan holatga kelib, shunday o'zi qiladi. Onun için bu an'anaviy din hiçbir zaman ispatga tayangan emas. Yani ispat yok. Biz onu baştan ahir o'qib chiqqan narsa bir xiyoliy, fantaziya qo'sh bir narsa. Qur'on iymonni insonlar iymon etish, etmaslik ixtiyorligini ve onunki ceza mükafotini qiyomatda beradiganligini bayon qildi. Yani delil isbotni hammasi Qur'oni Karimda ko'rsatib qo'yuqliq. Agar uni ishonsa, o inson ishonsin, iymon etsin. Ishonmasa, o o'zining ishi. Ammo uniki jazo va mukofoti qiyomat kunsi ishongan odamlarga ishongan bo'yicha mukofot berildi.
İşenmeyen insanlarga işenmeyen boyunca onun ceza kıyamet günü verildi dep Kur'an-ı Kerim bayan kıldı. Hem ennevi dinde çödüge vakda ennevi dinde işenmeyen işiniz mecbur. Hiçbir zaman ihtiyari bir iş yok. Yani iman etiş mecbur. Eğer iman etmişse o ölüm hüküm kılındı. Eğer iman etip imanın yeni vasıtıyorsa yani ölüm hüküm kılındı. Yani tarihte din sebebiden yani dini kirmeden degan sebepten öldürülgen insanlar tarihte en köp bolgan yani. Her kandak bir devletin müstakilliği deyimiz ya başka deyimiz bunda sebepten ölgen insanlar nihayet köp bolgan. Ama yüzde yani 100 adam dünyada özü ölgen bolsa misal aşniki %70 60-70% en az olsa din sebebiden yani dini düşmanlık sebebiden ölgen tarihte. Onun için Allah Teala ne deydi dese, dinini sebep tutup birbirini düşman tutuş tamamen öz Kur'an-ı Kerim çeklengen. Yani bunu ne deyimiz diye vakitte Kur'an dini işlenmeslik ihtiyarını insana vergen. Yani itikad erkinlik. Bana şirka vakitte fikri erkinlik, itikad erkinlikini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlığa vergen. Halis işlensin, halis işlenmesin. Onun cezasını mı Allah Teala yüz berdiğalığı ve kıyamet berdiğalığını bayan kılın. Ennevi dinde çözse, ennevi dinde ihtiyari bir nesli işini işlenmez diye ihtiyarlık tamamen ep taşlangan ve ceza çözse, muşu dünyada ölüm bilen yani ceza beriş bekitilgen. Yani bunu da sonra Kehf'inki 29. ayetinin özünde femen şa kul ve kulil hakku min rabbikum femen şa felyu'min ve men şa felyekfur inna a'tedna lizzalimin naren ahata bihim suradiquha ve yestagîsu yugâsu bimâin kelmuhli yeşvel vücûh bi'sel şerâb ve sa'at murtefaka diye moş ayetinin özündeydi. Hak diyene Kur'an-ı Kerim. Yani Rabbimizden kelgen Kur'an-ı Kerim'ni sözle halgan adam işensin, halgan adam işenmesin. O özünün işi sen haklı sözleşsin ve vazifen deydi Allah Teala. Lekin onu işenmeyen adamlarga kıyamet günü biz dözekni tayyorlab qo'yamiz. Deb Allah Teala özü dözekdiki qiyin qısaq o yerdeki özü azaplarının özünü bayan qiladi. Yani muş azaptan qo'rqmasan kıyamet günü özü kıyamet günü meniki nimem öz hayatım bir yaxshi hayatga erishsin desanglar bu dunyoda o'zi iymon etib uni o'zini yaxshi o'qib tushunib ishlangan yaxshi demakdir. Yani Sure Bakara'nınki 38-39. ayetinde قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ demiş ayetin özümü. Eğer sizlerge milatın bir hidayet gelse, hidayet degeni yani Allah Teala'nın dini. Kim o hidayet men evetken hidayet işense onun kıyamet günü kaygırış olmaydı. Yani cennet girdi o adam diyen. Ve benim ayetimi işenmey onu yalgan çıkargan adamlar olsa dözek girdi diyor Allah Teala. Demek ki bu yerdeki neresi neyim o diye vaxtıda o Kur'an içergili olmaydı o. Diyen gepki işenmezden onu okup, mulayiz kılıp, tefekkür kılıp Allah Teala'nın kainatı yaratkan bütün kainatını her kainatın içinde yaratkan her nesinin özünü tefekkür kılış arkalık Allah Teala'nın kudretini cheksiz ilmini, cheksiz kudretini tushunish orqali ishonsa, o adam to'liq ishongan bo'ladi, ishini oladi ham ishini to'liq isbot topa oladi. Bu vaqtda o'zini dunyo va oxiratda qutqizib qola oladi degan. Qur'onga asoslangan vaqtda Qur'on hech bir zaman qarg'ulachi bir narsaga ishonishga bo'lmaydi. Qarg'ulachi ishonishni xato. Qancha Xudo bor bir desangmi, onu sen qarg'ulachi degan bir odam eshitdikin, bir odam la ilaha illalloh desa, la ilaha illalloh deb qo'yib lekin o'tib ketishning o'zini Alloh taolo xohlamaydi. O odam Allohning bor birligini o'zi kallasini o'tkazish kerak. Yani bir odam deppagan qarta o'tkazish o to'g'ri bo'lmaydi. Yani o odam o'zi tefekkür qilishi, tasavvur qilishi, o'qishi va shu sohada izlanishi lozim deyiladi.
va qarg'ularcha ishinishniki oqibatniki halokat ekanligini bayon qildi Qur'on. Ya'ni halokatniki birinchi asosi nima desa, bir narsaga qarg'ularcha ishinish. Qur'oni Karim sura Baqarniki 77dan 78-79 oyatida ve minhum ummiyyun la ya'lemunel kitabe illa amaniye ve inhum illa yazunnun. Feveylul lillezine yektubunel kitabe bi'eydihim sümme yekulun haza min indillahi liyeşteru bihi semenen kalila. Feveylul lehum mimma ketebet eydihim ve veylul lehum mimma yeksibun. Ben bu ayeti deylerim. Ularning ichidan ummi hech narsani bilmaydigan bundaq insonlar borki, ummi degan nima? La ya'lemunel kitabe illa amaniye. Ummi deganning o'zini Qur'ondagi ummi kelimasidagi tarjimasi shu. Ummi degan nima desa, kitobni bilmaydigan, boshqa odam deppagan shu o'zi to'g'ri o'xshaydi deydigan illa amaniye ve inhum illa yazunnun. Ashunda deb o'ylaydigan shu narsaning o'zini, shuning o'zini nima desa, ummi deb qaraydi Qur'on. O'shani tushundirdi. Ya'ni boshqa odamga ergishib, o'zining kallasi bilan o'zi bir narsani tafakkur qilmasdan, boshqalar nima desa, shuniki yo'tliki mangdigan bundaq odamning o'zini Qur'on nima deydi desa, ummi deydi. Feveylul lillezine yektubunel kitabe bi'eydihim. Qo'llari bilan yozib, mushu Allohning dargohidan kelgan, ya'ni mushu o'zi Allohning dini degan odamlarning holiga voy. Uni pulga setish maqsad deydi-da. Feveylul lehum mimma ketebet eydihim ve veylul lehum mimma yeksibun. Bunu yazganlarningmi ve uni qilganlarningmi holiga voy deydi Alloh taolo. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtida bir odam yezib qo'ysa, u narsa amaliyotga uyg'un emasmi, Allohning dini to'g'ri kelamdi, kitobi to'g'ri kelamdi, kelmamdi. Hech so'rashib qilmay, lekin shuni qartalib biz ergishib maqsad bo'ladi degan odamlarmi-chi desa, unda kitobni yozgan odamlar qiyomat kunisi qaqshatqush o'zi azobga duchor bo'lganligi va uning ergashgan odamlarmi-chi desa, shunday o'zi og'ir azoblarga duchor bo'lganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtida her odamga Alloh taolo bir kallı bergan, bir aql bergan. Zaten aqli ishlamaydiganlarni Alloh taolo bundaq o'zi bilimga mukallaf deb qaramaydi. Unda bo'lgandan aql ishlaydigan insonlarning hammasi aqlni ishiltish orqali Qur'oni Karimdagi bu o'zi har xil iymon sohasidagi prinsiplarni, islom sohasidagi prinsiplarning hammasini bir-birlab anglab, ko'rib, uni tafakkur qilib, uning to'g'ri xatoligini o'zini bilib andakin o'zi uning ishonigini bu Alloh taolo maqsad qilgan ishinish iymon kategoriyasiga kiradi. Agar unday bo'lmay, har odam o'ziniki qayoshi bo'yicha Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanmagan bir iymonning o'zini o'tirib qo'yib qo'ysa, shu falon yerda manchil o'qib kelgan odam bo'lgandan deb uni oqsiga kirish bu intayin bir xato bir tushuncha paydo qildi. U odamni qutqizolmaydi u narsa. Zaten bizni qutqazmay musholat tushirib qo'ygan narsa nima desa, xalqning yezib qo'ygan hikoyalariga ishonish orqali musholat kelib qoldik biz. Shuning uchun bu Qur'on birinchi o'qish va o'qib uni tafakkur qilish, bilish va undan keyin u to'g'ri bo'lsa ishonish va to'g'ri bo'lmasa yo kallasi o'zi qabul qilmasa uni ishonmaslik, buning o'zini Qur'on bayon qildi. Qur'onda yani iymonning muqim formasi bormi degan vaqtda boy degandek muqim formasi bor. Yani Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat mush 5 ishonish bu iymonniki prinsipi. Yani iymon bu 5 narsaga ishongan vaqtda o odam iymon etgan bo'ladi. Endi an'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy dinda boy degandek 6-7 xil narsalar bor. Ba'zilarda 6 xil qadarni qo'shib qo'ydi, 6 xil bor. Ba'zilari misol Allohni tasvirlagan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh o'zining bor va birligini cheksiz qudratli bir zot ekanligini va o'zini arshining ustida ekanligini o'zini bayon qildi. Har narsani arshining ustida turib o'zi kontrol qilganligini o'zini bayon qildi Qur'on. Endi bu an'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy dinda har mazhab o'zi qarta bir o'zi Alloh tasavvurini o'tirib qo'ydi.
Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ben erşinin üstünde dep bayan kılsa ya o erşinin üstü demez. O Allah'ın erşinin üstü desek bir makamga has qilib koygan bolumuz o bolmaydı. Allah özü men erşinin üstü dese o Allah'ın sözünü rad kıldan gep yani. Yani her bir özü mezhep, her bir dini alim kallısı kelgen boyunca insanların özü bir özü Allah tasavvuru ve iman tasavvurunun özü sözleydi. Yani 10 mollanın kışığı varsa 10 molla 10 xil iman tasavvuru sözleydi. Hiç bir zaman onunki muqim bir forması yok. Çünkü nima degan vaqtda muqim formadan ajrab ketgandan o jangalda tenab yurgan bir odamga o'xshaydi. Shu vaqtda qayerga o'tsa shuning o'ziga mana mush iymon o'xshaydi deb shuni ko'rsatdi. Qo'lda muqim mana Qur'onda mandaq degan deb Qur'ondagi narsaning o'zini o'tirib tutib turib, mushu mana iymon deganni deb buning o'zini o'tirib qo'ydigan bundaq bir tasavvur yo'q. U bidam rivoyatni izlaydi, bidam o'zi har xil falsafachilarniki narsalarni izlaydi, bidam o'zi o'zining kalisi kelgancha har xil o'zi ma'nolarini aytib baqdi. Shuning bilan o'zi u odam nim bo'ldi desa, özümü özü bir to'g'ri bir narsa topolmagan va boshqa insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklayolmagan shunday insonlar bo'ldi. Bu insonlarning oqibati yuqorqi oyatning mazmuni bo'yicha "Feveylun lehum mimma ketebat eydihim ve veylun lehum mimma yeksibun" degan oyatniki hukm bo'yicha yozgan boshqalar o'rgatgan narsaniki bedligi ularning holiga voy bo'ladi va uning ergashgan odamlarmi hech bir zaman yaxshi kun ko'rmaydi. Ya'ni dunyodami özünü qutqizolmaydi, oxiratda o'zini qutqizolmaydi. Yani her bir molla mundaq aytgan vaqtda o'ziniki saviyasiga asosan, o'zining tasavvuriga asosan Alloh tasavvuri, payg'ambar tasavvuri, oxirat tasavvuri, qabr yani azob, har xil azoblarning tasavvuri, yani har molla o'zi bo'yicha, o'zining kallasi bo'yicha shunday tasavvurlarni o'tirib chiqardi misol. Uniki asoslangan muqim bir kitob bo'lmagandan keyin o kitob yomon jiq nurg'unlagan axlatlar u yerda o axlatlarni qas qo'liga chiqsa men mush iymonga o'xshaydi deb haqq ko'rsatgan gap. Yana Qur'on iymonda hech qanday bir mazhabning o'zini asosga nima mazhabga asoslanishini o'tirib qo'ymaydi. Yani to'sidi. Har qanday mazhabni to'sidi. Yani faqat Qur'onni asos qilgan bir o'zi iymon bo'lishi kerak. Boshqa jamiyatda eqib yurgan hech qanday bir mazhabga ergishishga bo'lmaydiganligini o'zini bayon qildi. Yani bu vaqtda Qur'ondagi An'am surasidagi 159-oyatida "İnnellezine ferraku dinahum ve kanu şiyan lasta minhum fi şey. İnnema emruhum ilallahi sümme yunabbihum bima kanu ya'malun" degan mush oyatniki mazmuniga asosan. Yani o'zi Peygamber Aleyhisselam'a devat Allah Teala sen dinini paramparça qilib har xil o'zi mazhablarga bo'linib olgan odamlarni hech qanday mazhabida bo'lishingga bo'lmaydi. Qasi nimada bo'ldi vaqt Peygamber Aleyhisselam degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam faqat Allah Teala Qur'onda ko'rsatgan shu o'z Qur'ondagi iymon prinsiplariga amal qilishga, ashundaq o'zi tushunishga, undan boshqa bir tushunish yo'lini yo'qligini o'zini bayon qildi. Yani hech qanday bir mazhab Qur'onning sirtidagi mayli ahli sunnasi bo'lsin, mayli o'zi shiyasi bo'lsin, mayli rofizisi bo'lsin, mayli nimalqi murjiyalar bo'lsin, nima deymiz? Ashuna nurg'ulg'an budagi hozir 70 mazhablar bular. Aşı mazhabning qanday bo'lishidan qat'iy nazar hech qanday bir mazhabda bo'lish Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydi. Qur'oni Karimda maxsus bir forma va shu formaga asoslanib turib iymon keltirish, ishonish bu asos qilindi. U vaqtda Alloh o'zi ko'rsatgan bo'yicha iymon keltirgan bo'ldi. Qur'onda bir insonni u insonniki diniy e'tiqodi yoki mazhabi har xil yoki millatiga asoslanib turib
salom qilish yoki uningga muomala qilishni to'sidi. Ya'ni iymon bir odamning iymoni bilan odam mo'minga o'xshaydi, uningga men salom qilay, salomatlik so'ray deyish va boshqa odam o'zi kofirga o'xshaydi deb u salom alaykum desa yoki Yevropa bo'yicha hay desa yo halov desa, uning hech qanday gap qaytarmay qapog'ini turib o'tib ketish bu Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydi. Ya'ni buni da Alloh taolo Qur'onda Sura Nisa'nın 94. ayetinde Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fil arzi fi sabilillahi fetebeyyenu ve la tekulu limen elqa ileykumus selame lestem mu'minen. Bunun özü nemi bildirdiyse bir adam selamun aleyküm Arap memleketlerine vasıf selamun aleyküm deydi misal. Bizim memleketimizde yaxşı mısınız deyimiz. Türkler günaydın deydi, maydı halav deydi. Bir adam başında degan bolsa bu vaqtda biz nima deymiz degan vaqtda uni yaxshi gap bilan javob qaytarishimiz lozim. Ya'ni sen o'zi mo'min emaskansa, sen men javob qaytarmayman deb o'zi iymonni bano qilib, o yana bir odamning o'zini haqoratlash, yana bir odamga ozor verish Qur'oni Karimda cheklandi. Ya'ni uning diniy e'tiqodi kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, uning bilan o'zi yo'lda ketayotgan vaqtda yaxshi o'tib, salomlashib o'tishning o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama degan. Qur'onda iymonni qabul qilish ixtiyori bu birinchi oldin dedik. Iymonni qabul qilish insonning ixtiyorligi berilgan. Ammo islomni qabul qilish majbur. Islomni qabul qilish degan nima degan vaqtda bir jamiyatniki tinchlikqa kafolat qiladigan bir o'zi sistemani qabul qilish. Ya'ni hozirgi vaqtda davlatniki qonun prinsiplari degan gap. Yani bu yerde hem adam tinch yaşaydigan bir devlet olgan bolsa, şu devletning tinchlikdan iborat bu prinsiplarni qabul qilish bu majbur. İslamning Qur'onniki prinsiplarga asosan. Ammo an'anaviy dinda degan vaqtda bunida iymonni qabul qilish majbur, islomni qabul qilish o'zi islomga buzg'unchilik qilish ixtiyor. Ya'ni islomni qabul qilish, ya'ni mana shu vaqtda qabul qilish qilmaslik o'to'g'riligiga nima yo'q. Onun buzg'unchilik qilish ixtiyor misol. Bir jamiyat ko'rib, o jamiyatdagi tinchligining o'zini buzish, misol Norvegiyada bo'lgan bunday ishlar. Bir bilan yashayotgan yerning o'zida oyat kirib alqi nima pretekstning binasini o'g'irlaydigan, do'konlarning binasini o'g'irlaydigan shunday ishlar masalan mavjud. Bu Yevropaning har yerlarida bor bu shu ayndaq kallasini tatib ketgan insonlar bu kafirlarning nasini asa halal deb o'tirib, aşağıya o'zi berib, qalaymiqan u yerga berib, bu yerga berib, u yer Uyg'urlarning yuzini to'kib, shunday o'zi o'g'irlik qilgan insonlar mavjud. Ya'ni bu u yerdagi tinchlikqa buzg'unchilik qilganlik hisoblanadi. Bu buzg'unchilikning o'zi Qur'oni Karimdagi islom prinsipiga tamoman zid. Ya'ni Qur'onda insonlarni musulmon holatda o'linglar deb bayon qiladi. Buyuruydu. Ya'ni emir buning o'zi bir buyruq Alloh taolaniki. Bütün insonlar musulmon holatda o'lish bu o'zi Alloh taolaniki islomni tushirishdagi birinchi maqsadi. Ya'ni qanday din, qanday e'tiqodda bo'lishdan qat'iy nazar, qanday millat bo'lishdan qat'iy nazar, u tinch bir jamiyatni barpo qilish uchun kurash qilib o'lish o insonlikniki har bir insonning insonlik vazifasi degan gap. Qur'oni Karim buni bayon qildi. Ammo an'anaviy dinda degan vaqtda faqat iymon etish o islom yani tinchlikning o'zini barpo qilish qilmaslik uning hech qanday parvoyi felak. Masalan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'ysa ish bitdi. O jamiyatda qanday buzg'unchiliklarni qildi, o o'ziniki o'zi shaxsiy ish bo'lib qoldi. Misol, bir odam vatanda bo'layotgan ishlar. Bir odamning o'zi bir vatanda o vaqtda bir o'g'ri chiqib ketgan bir zamonlar bo'lgan, 90-yillarga kelsak. Berib, ilqi bekonsi bekar ketayotgan Xitoyning velosipedini o'g'irlagan, ayndaq ishlar keyin velosipedni ma'qul Xitoyning o'g'lida uni gap qilmagan bo'lsa, keyin hukumatniki bilan ishlaydigan odam deb Uyg'urnikini o'g'irlaydigan.
keyinki imomnikini o'g'laydi nima ishqa siyosiy ishlaydi u deb o'tirib shunda bano tepib jamiyat tartibini buzdigan bundaq buzg'unchilar mavjud bo'lgan shu vaqtning o'zida. Demak bu nima degan vaqtida sen düşmanın aniq bo'lishi kerak. U yerda dushman bo'lmagan insonlarning hammasini sen e'tiqodingga asoslanib turib, uning e'tiqodi menga o'xshamaydi yoki buniki o'zi andaq mandaq deb sabab deb turib, uniki narsani o'g'irlash, uning azob berish, zulm qilish bu islomga tamoman xilof. Ya'ni bu shu hozir Yevropada bular o'zi boshqa dindagi insonlar, bular kafir deb o'tirib, bularniki narsani o'g'irlash, do'konga kirib misol ko'zimizga ko'rgan narsani deyapman hozir Norvegiya bo'lgan bir do'konda sport do'koniga 500 koylik nima shu 500 koylik narsaning o'zini 1000 koylik narsaning o'zini 50% tushirib 500 koylik tushirib qo'yibdi. Ba'zan 100 koylik narsani 50 koylik tushirib qo'ydi, 50% bo'lgan ekan. Qilgan ekan birisi aşağıda 50 koylik tushirib qo'ygan qizil ashli qog'ozning o'zini ostib suyib elib 500 koy deganni qog'ozni suyib elib o'tib ashni o'ni chaplab 500 koylik narsani 50 koy qilib chiqib ketganlikni ko'zimizda ko'rgan. Mana mushuning o'zi nima degan vaqtida bu bir eng chong harom boshqa insonlarga dini o'xshamaganlik sababidan uning zulm qilganlik. Yani Qur'oni Karim eng qattiq cheklagan kishining haqqini yeganlik, kishining haqqini tajovuz qilganlik. Yani bay degankidek Qur'onda e'tiqod sabablik bir odam yana bir odamni dushman tutish, bir odam yana bir odamni haqorat qilish, laqam qo'yish cheklangan. Yani Qur'onda nima deydi degan vaqtda xulos qilgan vaqtning o'zida lakum dinukum valiyadin deb yashaysiz. Yani har odamning dini e'tiqodi o'ziga. Yani e'tiqod sohasidagi narsa hamma odamniki o'ziga deb o'z yashash bu Qur'oni Karimdagi prinsipi. Ammo an'anaviy dinda degan vaqtda an'anaviy dinda e'tiqod sababli boshqa odamlarni dushman tutish, boshqa odamlarga haqoratlash, uning e'tiqodi menga o'xshamaydi-ku, u kofirga, u murtadga, u yahudiga, nasoraga deb o'tirib uni haqorat qilish, uning zulm qilish bu o'zi an'anaviy dinda belgilangan narsalar. Yani bizniki tarixda nurg'un qatim so'zlab o'tdik. Ashtu Buğraxonning zamonlarida, misol islomni qabul qilgandan keyin Uyg'urlar qanchalik qirilib ketgan shu vaqtda. Nima uchun degan vaqtda islom yana la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan odamni o'ltirish o'zi lozim degan o narsa haqiqiy yozilib ketganligi uchun agar o'zi la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb qo'yib, uni yenib olgan bo'lsa, unga 3 kun muhlat berish, 3 kungacha yana qaytib o'zi la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh demasa, uni yana qaytib o'ltirish. Yani shunday prinsiplar bo'lganligi uchun Uyg'urlar tarixda nihoyat ko'p shu dinning sababidan, an'anaviy dinning sababidan yana o'ltirilib ketgan. Qur'onda yani islomda o'zi birinchi o'tirib qo'ygan narsa nima degan vaqtda ilm. Ilm va amal. Yani o'qish va o'qishni amaliyotga aylantirib o'zining va insoniyatning manfaati uchun xizmat qildirish bilimning o'zini. Bu Qur'oni Karimdagi eng asosiy prinsipi. Yani eng asosiy prinsipining birisi shu. O'qish va o'qishni amaliyotda yaxshi ishni qilish orqali uning o'zini insoniyatga xizmat qildirish, yani o'ziga va insoniyatga xizmat qildirish bu o'zini oyati Qur'oni Karim ko'p ta'kidlaydigan bir prinsip. Endi bu nima-dichu? Bu o'zi an'anaviy islomda degan vaqtda o'qish emas, o'qishni o'rniga, ya'ni butun dunyodagi ilm fanlarni hammasi o'qishni o'rniga Qur'on o'qish, Qur'onni yodlash, o'tganda Qur'on yodlashning o'zida nima deydilar, shuning o'zida bir gap qilib o'tganda. Qur'on yodlashni bir narsa deb bizga biz debdi bir narsani o'tganda. He, Kur'an yodlashni yo'q, Kur'an yodlash gunoh deb dedi debchi. Biz Qur'onni mazmunini o'qimay turib, hech narsani bilmay turib, quruq yodlab olishning o'zini to'g'ri emas dedik.
O to'g'ri emas. Qur'onni bilinglar deydi Alloh taolo. Uni bilinglar, tushuninglar deb o'zi. Sizlarni biladi deb tushundik uni. Tushunadi deb tushundik deb Alloh taolo nurg'un yerda la'allakum taqilun, la'allakum ta'lamun degan nurg'un oyatlar bor. Shu oyatlarga asosan uni sizlarga biladi degan asos tushundik. Uni kallangni ishiltib degan asos tushundik degan nurg'unlagan yerda bizga buyruqlar bor. Bilmay turib, biz kichik vaqtda Xitoyniki Dongpanxo tayyashi Jongo nima cho'liga mavzudonga shunday bir naqsni yodlab ashuni aytatdik, ammo uni hech qanday ma'nosining o'zini tarjimasini bilmaydik. Xuddi shunga o'xshash uning o'zini Qur'onni quruq yodlab qo'yib, oqibatni o'zi uning hech qanday o'zi tushunmaydigan o'qish u Qur'onni haqiqiy shaklda o'qiganlik hisoblanmaydi. Shu gapni qilgan odam shuning o'zini bilish kerak. Qur'onni quruq yodlab qo'yish insonga nima foyda beradi misol. Shuning uchun Qur'onni hech bo'lmasa tarjimasini o'qish lozim. Ham tarjimasini nurg'un qatam dedik, ham to'liq bo'lmasa asosan kallani ishlatsa yana bir narsani tushunadigan bo'ladi shuning ichidan. Tushunish lozim. Tushunib o'qigan nihoyat yaxshi. Shuning uchun Qur'on nima deydi desa, u Qur'onni tushunib o'qishni o'zini maqsad qiladi. Ammo biznikilar bo'lsa tushunmayligi 30 par Qur'onni yodlab olishni maqsad qiladi. O yodlab olgan narsa o yodlab olgan qaraxonini qutqizolmaydi va atrofdagi insonlarni qutqizolmaydi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda bu yuqoriqilarning hammasi an'anaviy din Qur'onni yani haqiqiy iymonni, Qur'onga bo'lgan iymonni va iymonga bo'lgan amallarni qanday monopol qilganlik haqidagi bir azroq bir tushuncha. Bu sohada to'xtalsak, kecha kunduz yana so'zlasakmi, nihoyat uzun bir vaqt ketgan bir ish. Az bir o'ziniki misol sifatidagi bir tushunchalar. Qur'onni qo'lingga olsang, bundaq tushunchalarning o'zini, masalan, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni hozirgi tarjima qilinib ketdi, shu fiqh kitobini olib turib, ishkini selishtirsanglar, nurg'unlagan shundaq o'zi o'xshashmaydigan fikrlar o'tirg'i chiqadi. Ya'ni u fiqhda bo'lsin, yoki bo'lmaydi, shu aqida kitoblarda bo'lsin, yozilgan narsalar iymon, e'tiqod, amal sohasidagi narsalar odamning kallasidan o'tmaydigan narsalarga yozilgan, ya'ni fantaziyaga o'xshash. Qur'oncha degan vaqtda Qur'onni Alloh taolo Qur'onni o'zida yana va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan bo'lg'achqa amaliyotga uyg'un keladigan va amaliyotni, ya'ni insonning hayotini hal qiladigan bir kitob holida tushundik degan bo'lg'achqa buningdagi butun oyatlar hammasi insonlarniki hayotiga to'g'ri keladi. İnsanın hayotini to'g'ri holatda hal qiladigan bir metodni o'rgatadi insonga. Shuning uchun biz ishongan kitobimizga biz agar mo'min bo'lsak, kitob ishonadigan bo'lsak, bu vaqtda o kitobni yaxshi tushunishimiz lozim. Musulmon bo'lsak ham garchi o kitobni o'zini yaxshi o'zi tushunib, musulmon bo'lganimiz nihoyat yaxshi. Shuning uchun biz mollalarniki, mazhablarniki shu e'tiqod kitoblariniki monopol qilib olgan iymon sohasidagi narsalarga qaramasdan Qur'oni Karim ko'rsatgan iymonga qaragan vaqtimizda u bizga nihoyat yaxshi bir tushuncha beradi. İşinishkim ham uni dalil isbotini to'liq. Shuning uchun biz bu nimalarniki, mazhablarniki, shu e'tiqod kitoblariniki iymon sohasidagi narsalarga ishonmasdan Qur'oni Karimdagi iymon sohasidagi narsalarga ishongan vaqtimizda biz uningdan dalil isbotga ega bo'la olamiz va o'zimizdan qanoat qildira olamiz. Shuning uchun qarindoshlarimizga davomli deydiganimiz nima degan vaqtda bizning aramizda nurg'unlagan, hammasi deganlik emas, nurg'unlagan yaxshi olimlarimiz bor. Qur'oni Karimni nihoyat yaxshi tushuntiradigan. Bundaq olimlarimizga buni tarjim qildirishimiz lozim, tushunmagan yerni so'rashimiz lozim. Ammo ashunda xurofiy bo'lgan insonlarni yiroq turishimiz lozim. Chunki xurofot bizni qaysi kuniga keldi hozirgi vaqtda. Qaysi holatda yashayapmiz? Shuning uchun biz iymon sohasida monopol qilingan iymon sohasidagi maqsad nima degan vaqtda xurofotdan qutulish. Xo'sh.
Assalomualaikum. Abdulaziz chiqib qoldi. Yani Bir nimasi o'xshaydi. to'g'ri uzilib ketib qoldimi? Evet. Yaxshi bir mazmun yoritildi. Abdulaziz kirdi. Abdulaziz davom qilaversin. Siz davom qiling Abdulaziz. Yana üzülüp ketdi o. Hisobda iymonninki 6 ekanligini o'rganib keldik-da, bizning kona nimamizda. Evet. Sizlar 5 deb o'tib ketdilar, 6-chisining nima uchun 6 bilan 5 bo'lib qolganligini bir izohat berib qo'yma. Hamda 6 buluşdaki sebebi neymi degan vaqtida Qur'onda 5 deb uni tafsili bayon qilgan. Bu e'tiqod kitoblarida 6 bo'lishning butun sabablari nima degan vaqtda shu burunqi Tavrat, Injil niki shu keyingi yangi ahd degan narsaga yozilgan narsada qadarchilik bor. Mana shu vaqtida burunqi shu buzilib ketgan, ya'ni Tavrat, Injildan keyin yangidan yozilib ketgan shu narsalardagi qadarchilik udullab shu nimaga islomga kirgan ekan-ku. Kirgandan keyin o insonlarni boshqarish o'ng'ay bo'ladi ekan. Bu vaqtda insonlarni e'tiqodga bog'lab turib boshqargan bir zamon. Masalan, bidam qabr azobidan qo'rqitgan gap, bidam anından bidam o'z xudo aniqlayapti, ma'ni qilyapti deb qo'rqitgan gap, qo'rqitish orqali insonlarni boshqargan gap shu vaqtda. Shuning uchun bir odamga bir ziyon yetsa, Alloh peshananga ashunaq yozayotgan buning nima amal deb qoyil qilish o'ng'ay to'xtaydigan ish ekanda. Bizniki Shinxoda bir oilaniki shu nima eshiklar o'sirib chiqib bolalar bilan nimaga bozor yetyapsa, oqidan bir Xitoy mashinasi kelibligini bir uribligini 5 odam biroq o'ltirib o'ltirayotgandan keyin shu yerda mollani avlod mollam deb bir odam bo'lgan shu vaqtda so'pi. Shu odamning akasi, shu odamning o'zi Allohning taqdiri deb lekin ishlab bitirib, uningdagi qanqaz to'lsin Xitoyning o'zi nimaning o'zini qanqaz to'lsin desimi, u odamniki nima nimasi beqini yeg tegmaydi, hamda qismoqdagi egilib olgan o'xshaydi-ku. To'lgandan keyin beqini yeg tegmaydi. Shu odam o'zi Xudoning oldida tinch amon shu rohat yetish uchun qanqaz to'lmaslik kerak ekanda. Shunday deydi. Qur'onda uni to'lsin deydi. To'lsin desa, molla kelib, o Xitoyniki yaloqchiligini qilib, to'limsin deydigan gapda. Meni an'anaviy dinlik ziynam. Uni nima deydi desa, Alloh taolo uniki peshanasiga ashunaq yozib etgan deydi-da. Qadarchilik apirdi uning o'zini. Qur'onning o'zida hech bir yer insonning peshanasiga yozayotgan to'g'riliq bir tal oyat yo'q. Alloh taolo men hammani yozib etdim deydi. Nega yozib etdiniki deb so'rasa, nima izlasak, u nereden chiqadi? Qur'ondan chiqadi. Lavhul mahfuzda. Hamma narsani insonga xos narsalarning hammasi Qur'onda yozilgan. Bütün kainatga doir narsa hammasi lavhul mahfuzda yozib qo'ygan bo'lsa, bizniki yo'l xaritamizning hammasi lavhul mahfuzning ichidagi bizga xos narsa Qur'on. Shu Qur'onni o'zi bizga tushirib, shuning ichidagi bir tarmoq bo'lgan bu Qur'onni bizga tushirib misolda. Men shu Qur'on qo'limiz turg'an, Qur'onda biz hamma narsani yozdim. Sizlar o'z qisos elinglar, qasddan o'ltirgan bo'lsa, o o'lim jazosi bersanlar bo'ladi. Qasddan o'ltirmay sahvanlik o'ltirib qo'ygan bo'lsa, uning o'z qonqaz to'lash kerak degan Qur'on Karim ochiq oyat bo'lsa, u oyatni qilib qilib, uning o'zi beqini yeg tegmaydi deb o'tirib qonqazni olib qo'ymaydigan gap. Mana bu an'anaviy dinniki insonlarga solgan ziyni misol. Unda qo'yganki Xitoy xotirjam holatda bostirib o'ltiraverdi degan gap endi. Shuning uchun bu yerga narsa nima desa, qadarchilik deganning o'zi, o'sha Mustafa Islom o'g'limi yaxshi tushundirgan qadarchilikning o'zini, qadarchilik insoniyatning o'zini bo'libmi, islom, ya'ni musulmonlarning o'zini tamoman vayron qilayotgan omilniki eng kuchli bir tarmog'i. Ya'ni qadarchilik.
Pişanın tuttukken deplam. Aşı padişah birisini öldürüp atkan bolsa mı? O peşanısını pütü etkende onu. Şunun için aynen öldürgen. Padişahda amal yok. Ölgüsü de amal yok. Padişah mı aşı Kudan'ın aşağıda pütü etkenine emelge aşıgan boludu. Aniki işimi aşınlar emelge aşkan boludu. Mandak alette Umayye sulalısı zamanlarda muşun esle evcep ketken misal. Ben muş kaderçilik öyle insanların başkurup gelgen. Meniki padişah oluşum Allah'ın takdiri. Seneki muşunda aşı kul oluşum yani Allah'ın takdiri. Digen okşaş moyundak nesine oyduğandakin o adamlar ki Allah Teala muştak pütü atkan bolsa ben ebedi zade o kullukni kutlamayırken mi? Xuda pütü atkan nesine ben kandak özümen büst kete alayım digen bunda qaraşıp gelip onunga kullukni kutuluşqa eşiqqanda hareket qilmaydigan gap. Şunu altıncısını iyiye sokkan. Şunun için bu kaderçilikni aşağıya sokkan. Ben bu an'anaviy dindeki qanchalik bizga olib kelgan ziyonlari misol. Kadem kurup ketdi, nima, kadem ko'tarilib ketdi, siyah kurup ketdi. Hamma narsa yezilib bo'ldi deydigan tushunchaga bog'laydigan fikrlarimiz ig'ir-ku. Hem o degeni kalem kurudu hem biraz yazılıp oldu degen insanlar doğruluk ve kainat doğruluk yazılıp hem nesniki onunki hareketi ve onunki vücut kelişi hemmisi levh-ul mahfuz yazılıp olduğunu o hem biraz. Yazıldığın çoğunluğa vakıtta o insanın hayat kıldığın emeli yazıldığın gepte. Çünkü Kur'an'da ve nektubu ma qaddemu ve asarahum deydi. Biz özü ulaniki qilgan amallarni va qoldirgan asarlarni yozamiz deydi Qur'onda. Shunga biz nima ish qilishimiz kerak, nima ishni qilmasligimiz kerak, bu Qur'oni Karimda yozilib bo'lgan. Endi biz Qur'oni Karimning ichidagi shu ishlarni qaysi ishni qilamiz, qaysi ishni qilmaymiz, qaysi ishni qilgan bo'lsak, qilgan ishimiz mayda yaxshilik qildi, masalan mayda yomonlik qildi degan narsa qilgan ishi ayrim yozildi degan gap. Yani bu devletin kanunu okşaş. Mesela kanun men tug'ilishdan burun o tuzilib bo'lgan narsa. Men tug'ilgandan qonunga to'g'ri keladigan ishni qilsam, to'g'ri ish qilgan bo'laman. Qonunga zid ishni qilsam, xatolashgan bo'laman. Bu qadar yana narsa. Allah'ın alaqı hamma narsani bildiganligi, geçmişdeki bütün sir hikmetlerini yoki kelgusida bo'lgan ishlarni tartib hammani biladiganligini o'z ichiga olgan ma'nodan to'g'ri. Ama insanın ki özünün tanlışı mesela hazır memarada bir tane kalemle aldım, mayan koydum, ayağına mayan koydum. Muşuna amış izlip boğanma deyip sorap koyduk da mesela kayıtalışlığa vaxtlarımızda. Elbette. Bunun öz neymi diye vaxtında insan aynı mayını kılalaydıqalığını Allah Teala bilgenlik için bir emri Paris'te bir sözü var mı? Fenhemaha fucuraha ve tekvaha diyen kad efleha men zekkaha ve kad khaba men dessaha diyen bir ayet var misalda. İnsanın vücudunda insan yaxşı işini, yama işini kılanırken karakteri öyle yaratılgan deydi. Allah Kur'an'da. Bunun özü yeterli oldu. Bu nedenle ki yaxşı kılışını yazıp atkan bolsa, yama işini diyen bundak mana çıkmaydı. İnsanniki şundak vücudu qarabdaki Allah Teala onu bir şekilde bir narsani yaratmakçı onu kolunu qandaq işler keldi. O koldu kelgan ishlik qas yaxshi ish oldu, qas yomon ish oldu. Shu yerda shu ish qilmoqchi bo'lgan, uni qo'lda kelgan ishniki qasi yaxshi ish, qas yomon ish bo'lganligini bekitayotgan Alloh taolo Qur'onda. Hamtahim yaxshi qildi, semtahim yomon ish qildi degani bekitgan emas. Xudo qilmadi. İşansın tutilgan degan so'zning asosi bormi? Yo'q. Hazır bu qabrda yetayotgan o'liklarni so'ngaklarni elib peshanasini apparat qilib ko'rsa bo'ldi. Nem tutilgan biraz bormi yo'qmi misolda? Hech narsa yo'q. Bu aşı bo'ysundirg'uchininki insonlarga beshi kelgan yoki ezgilarni qabul qildirish uchun topgan bir nimasi ekan, shu falsafasi ekan, siyosatisi. Bu Qur'on tushishdan burun insanlarni e'tiqod orqali bo'ysundirish o'zi davomlashib kelgan.
Hozir mashtaq nurg'a yeldi masalan so'pi inshaalloh atrofidagi murtlarni e'tiqod orqali bo'ysundirib mangadi-ku. Qur'oncha degan vaqtda u e'tiqodni tamoman amaldan qoldirib o'tgan. İslamda yani bizning dinimiz islomga va razitu lakumul islama dina deyildi Qur'onda. İslamni din qildim degandan keyin e'tiqodni asos qilmagan islom. Uni xohlasang e'tiqod qil, xohlasang e'tiqod qilma. Xohlig'ingga e'tiqod qil yani. Mana shu vaqtda. Alloh taolo o'zi faqat menila o'zi e'tirof qilishing kerak. Boshqasiga ishonsang bo'lmaydi deganni o'tirib qo'ygan emas. Xohlagan narsaga ishonib ol. Bu o'zingning shaxsiy ishi. Lekin ishonchingni boshqa odamga tangma. Erkinlik verilgan yani. İşençini başka adamı tanıma ve men işengen narsaga odamniki meniki işençimga odamni işenchisi o'xshamaydi ki deb o'tirib ishonch farqi bilan yana bir odamga dushmanlik muomalasi qilma degan gap Qur'onda. Ashuni bayon qildi misol. Bu qadar yana o'qlanaymi-da. Qandoq ishongan taqdirda to'g'ri ishongil bo'lganligini shirik qilmay, uni deb qo'yaylik-ku. Yana o'zi u Qur'onda nurg'ulg'an Yahud Nasoraniki, yani nurg'un shu buddistlarniki nurg'ulg'an e'tiqodlarni bayon qilib kelib, eng to'g'ri ishonchniki, yani to'g'ri narsaga ishonish, Allohga ishonish ekanligini o'zini dalil isbotlar bilan bayon qildi yani. Sizlar bir narsaga ishonmoqchi bo'lsanglar, yani o'sha Allohga ishonsanglar, eng to'g'ri ishongan bo'lsizlar, to'g'ri narsaga ishongan bo'lsizlar, haqiqat ishongan bo'lsizlar deb Qur'onda uning o'zini tafsili bayon qildi. Yani o yerda hattoki hech narsaga ishonmaydigan halqi illa dahru degan bir oyat bor. Nimada uning beshi? Bizni faqat zamon paydo qildi yani o'zi biz dunyoga kelishimiz, ketishimiz hammasi zamonning kelib ketishi bilan munosabatlik deydigan hozirgi zamondagi kommunistlarga o'xshashchu. Yani tabiatdan qonuniy deganda. Başının tatip hammasiga Alloh taolo javob berib, Buddist olsun, mayli nimaga osmon jismlari ishonadigan narsalar olsun, insonlar olsun, mayli o'zi insonga ishonadigan, masalan, İsa Xudoning o'g'li deydigan, bundaq insonlar olsun, qanday bo'lishini qat'iy nazar, ashning hammasiniki qanday xato ekanligini Qur'oni Karimda bayon qilib kelib, eng to'g'ri e'tiqodni agar qabul qila olsang, eng to'g'risi mush Allohga ishonish deganning o'zini Alloh taolo dalil isbotlari bilan o'tirib qo'ygan. Oradaki nima Budizmlar ishonadi, Hristiyanmi shu, Yahudilarmi shu, dunyodagi barliq dindikilar Xudo bilib ishonadi lekinchi. Ammo lekin orliqni baldaq qo'ydi bular. Yani şerik keltirishning o'zini Alloh eng cho'ng zulm, man qilingan bir zulm deb biladi, shundaqmi? Şunu aşı jihatdan farqlantirib ishonsak to'g'ri desizlar. To'g'ri. Orliqqa hech qanday vosita qo'yishning o'zini Alloh taolo yo'l qo'ymagan. Ya'ni bevosita Alloh taologa duo qilgan vaqtida faloni oxirniki haq hurmat bilan yoki payg'ambarning haq hurmat bilan hattoki u faloni o'zi nimaga mazay mashayiq yoki avliyo ya olimlarning haq hurmat bilan deb bunda duo qilishni tamoman Alloh taolo cheklagan. Ya'ni duo qilgan vaqtda bevosita ma'lum duo qil. Orliqqa o adamlarning o'zini payg'ambarni tatib hech qanday vosita qilishing bo'lmaydi. Chunki uni vosita qilish uning o'ziga tushliq dadi bor. Masalan, payg'ambar bo'lsa-mu, o payg'ambarmi o'zi qiyomat kunida o'ziniki qanchalik vazifasini ado qildi, qilmadi, qiyomat kunida uning hisobini bergan gap. Qur'onda bor buning qarta oyat. Shuning uchun bu yerda hammadan hisob oldigan faqat Alloh. Shuning bevosita ishonish va bevosita uning duo qilish buning o'zini Alloh taolo belgilagan. Shuning uchun o'zi payg'ambarga itoat qilish degan mavzudimi hozir nurg'un odamlar payg'ambarni ordan chiqaryapti, andaq mandaq degandek gapni qildi. Biz ordan chiqolmaymiz, payg'ambarniki payg'ambar ekanligiga ishonamiz. Ammo hozirgi vaqtda payg'ambarga itoat qil desa, ash odamni desa payg'ambarga itoat qilding desa, hech qanday itoat qilmoqlik. Nima uchun? Biz oldingda seni yetaklab ketayotgan payg'ambar yo'q hozirgi vaqtda. Biz aradan chiqaramiz desizlar. Arada boshqa bo'lib qolsa chiqaramiz. Payg'ambarning zamonida payg'ambarga itoat qilgan gap. Payg'ambar o'lib ketgan degancha. Payg'ambar itoat qilgan narsaga itoat qilamiz. U nima? Qur'oni Karim. Payg'ambar nimaga itoat qilgan? Qur'onga itoat qilgan.
Sen udullar bir Kur'an itaat kılsan, peygamber itaat kılan neyse udullar bir itaat kılan bolsa. Mesela. Kur'an'da etiullaha ve etiur resul deydi diyor. Aşağı ki vav'nın özümü etbe deydi mi Arap dilinde? Etbemez bayan için kelgen ne vav diyor aşağı. Yani diyen ben. Allah'a itaat kılanlar. Yani Resul'a itaat kılanlar. Resul'a itaat kılan degan nimani bildirdiyse risolat, yani Kur'an itaat kılan degan gap. Kur'an'a itaat kılsa, Kur'an kimning kitobi şu vaqtda? Allah'ın. Allah'a itaat kılan bo'ldi degan gap. Yani nurg'un nima itaat sohasida biz so'zni qo'ning o'zini bir odam davlatniki davlatning ma'murlariga itaat qilsa bo'ysunsa, davlatning qonuniga bo'ysungan bo'ldi. Davlatning qonuniga bo'ysunsa, u odam nega bo'ysungan bo'ladi? Davlatga bo'ysungan bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash, misol payg'ambar bu vaqtda payg'ambar itoat qilgan odam, u payg'ambar o'z elchilik qilayotgan vaqtida Allah'ın qonunini ijro qilayotgan vaqtdan gap. Payg'ambar itoat qilgan odam berib Allah'ın qonuniga itoat qilgan bo'ldi. Allah'ın qonuniga itoat qilgan odam berib Allohga itoat qilgan bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerda nima deyapti? Payg'ambar o'lib ketgandan keyin nimaga itoat qilamiz endi? Udullab berib payg'ambar itoat qilgan Qur'onga itoat qilsak, Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap. Yani. Bu yerden imanni İslam'a kirishning şart emas, ama İslam'a kirishni iman kirishning sharti degan bir bizning an'anaviy tushunchamizdagi tam aksida bir tushunchirish bor. Ben tabii nima qilamadim, ama ifodlayolmadim. Yani burun biz iman etib İslam kirdi deb bosqichni manda o'rgandikda. Asli unda emas, belki İslam'a kirishing uchun iman etsa. Yo'q, u mandaqda Peygamber Aleyhisselam zamanında iman etkan, nurgun insanlar iman etkan, lekin keyingi vaqtda Peygamber Aleyhisselam bu yerde Mekke'den Medine'ye geldi, kelgandan keyin u Mekke'den kelganlar iman bilan keldi. Ve lekin u yerde bir tinchlik nimasi, sistemasi, yoki tinchlikqa asoslangan bir tuzum o'rnatilmagan u Mekke'de. Medine kelgandiki Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki müşrikler, Yahudiler, Aslanlık Hristiyanlar ve özüren bir kelgen özü Müslümanlar hemisi birleşip bir tinchlik kelishimi tuzdi. O Kur'an'daki prensipler asasen, yani lekum dinukum veliyedin prensipler asasen hem adam özünün dininde kaldıgan, Medine'de hemisi inak yaşaydıgan, birisinin dini itikat sebeplik, birisi hakaret kılmaydıgan, birisi düşmanlık kılmaydıgan bundak şart asıda Kur'an-ı Kerim'de şu prensiplerine asasen şu kelişimle kol koydular. Kol koygan o Yahudi olsun, müşrik olsun, o Hristiyan olsun, Müslümanlı olsun, hem müminler olsun misalda hemisi İslam'daki o yerdeki prensiplerini kabul kılandakin Müslüman dep atıldı onların özüne. Hem o yerde Allah işengenleri ayrı mümin oldu. İslam'ı kabul kılandakin hem mümin hem Müslüman buldu. Bu İslam'daki prensiplerini tinchlik kelishiminin özünü kabul kılanlar Allah'a peygamber işenmey turib kelishimni kabul kılanlar dese ular Müslüman atıldıgan gibi. Şuna şu tarihi menbelerdeki falan Müslüman oldu, endi Müslüman oldu, Pistan Müslüman oldu deb onu Müslüman bo'lganlik bilan ifodelab mo'minlikning qatoriga birga qo'shib o'tganlik sababdan keyin o'tirib chiqqan nurg'un fitna fasodlarning manbasini, ma'nosini yashayolmay qolibdi-da insonlarimiz. Albatta. Hem bu yerdeki narsa nima degan vaqtida bir odam iymon etgan bo'lsa, yani la ilahe illalloh Muhammed Rasululloh deb o'zi, yani Allohning bor birlik qarta iymonni etib, shu Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxiratga ishongan bo'lsa, u odam mu'min bo'ldi. Ve lekin o adamın özü cemiyet tertibini bozup vakize qilgan bo'lsa, u İslam'ni bozdu degan gap bo'ldi yani. İslam degan nima? Tinchlikni bozdu degan gap bo'ldi. Tinch bir cemiyetni bozdu. Tinch bir cemiyetga bozg'unchilik qildi degan gap bo'ldi. Uni Qur'onda mufsid deydi. İman etgan odamlar mufsid olsa, yana o'zi o Qur'ondagi mana Sura Baqarniki Sura Baqarning 9-oyat ekan. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin yuhadi'ûne Allâhe vellezîne âmenû ve ma yehdâûne illâ enfusehum ve ma yeşûrun.
degan mush oyatning o'zi nima deydi desa, bir qism insonlar Allohga va oxirat kuniga ishondik deydi, ularni mo'min degani bo'lmaydi deydi Alloh taolo. Qur'onda deyapti buni. Nima uchun degan vaqtda yuhadiunalloha vallazina amanu. Allohga hiyla ishlatdi. Ya'ni mo'minlar hiyla ishlatdi. Ya'ni boshqa mo'minlar hiyla ishlatdi. O hiylagarlik Qur'oni Karim cheklangan. Birisini to'zoqqa tushirish, birisini aldash, hiyla ishlatish bu Qur'oni Karim cheklangan. Unda Qur'oni Karim islomda cheklangan narsani bu odam qilganligi uchun bu nima bo'ldi desa, va ma hum bi mu'minin deydi Alloh taolo. İslam prinsiplariga amal qilmagan odam iymondan chiqardi. İslamning butun prinsiplari iymon etgan odamning amal qilishi shart belgilangan narsa. Ammo bir odam musulmon bo'lgan bo'lsa, Allohga ishonmay, payg'ambarga ishonmay va hokazo degan bo'lsa, u ishonmay turib islom prinsiplarini qabul qila oladi. Masalan, Abu Sufyan tarixda aniq turdi-ku. Abu Sufyan shu o'zi yani boshqa oyatlar bor, masalan, vaqalatul arabu amanna qul lam tu'minu valakin qulu aslamna degan oyat bor Qur'onda. Bir saralik arablar kelib biz amanna degan vaqtning o'zida ular sen amanna demanglar, aslamna denglar deydi. Aslamna deganning o'zi nima desa, tinchlik nimasiga biz kirdik. Yani jamiyatliklarga tinchlikni buzmaymiz, bo'ldi, tinch birga yashaymiz degan mushu o'zi nimaga biz qo'l qo'ydik, ashuna kirdik deb ashuna e'tirof qilganligini bildirdi. Ama mushu oyatda ajoyib aniq ro'shan ayrilibdi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bir odam islomni qabul qilsa, u odam mo'min bo'lmay turibmi islomni qabul qila oladi. Ya'ni hech qanday o'zining e'tiqodi xristian bo'lsin, yahudi bo'lsin, yoki mushrik nima, butparast bo'lsin, nim bo'lsin, u ya'ni o'zi mo'min Allohga ishonmagan holatdami, ya'ni islomga kira oladi degan gap. Ammo bir odam Allohga ishonib turib, ishongan bo'lsa, islomga kirmasa, u iymon bo'lmaydi degan gap. Ajoyib. Chunki nima uchun degan vaqtda iymonga yaxshi ish qilish shart qilingan. Val asr surasida val asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu va amilus solihat deb yozilgan. Bir odam iymon etgan bo'lsa, u iymon etgan odam Qur'oni Karimda belgilangan ishlarni, yaxshi ishlarni qilmasa, u iymoni nolga teng bo'ldi degan gap. Shuning uchun o'zi iymoni bo'lsa-mu, u odamning o'zi islomga buzg'unchilik qilsa, u odamning qilgan o'zi buzg'unchiliginiki eg'ir qarta jazo berildi. Agar qattiq eg'ir bo'lsa, hatto o'lim jazosi. Uniki iymoni hech qanday u yerdagi jazoning berilishiga to'sqinlik qilolmaydi degan gap. Yenisiga iliqi voy sening iymoning qanchalikda voy bu deb iymonni o'lchaydigan iymonning ustidan hamma narsani-chu ashuvichalik tarazi xudoga iymonni o'lchaydigan kilo bo'lganidek yoki uning iymoni bek ojizjuma deb mana yaqinlarini tutib ishlaydigan odamni bormi-chu? Bunga nisbatan qanday bo'ldi masalan? Shu bayt degan gaplar shu. Yani o'ziniki iymoni, o'zining e'tiqodiga asoslanib turib, boshqa odamlarning e'tiqodini o'lchash, uningga haqorat qilish, bu Qur'oni Karimda bayt o'qigan oyat lasta mu'minan. Sen mu'min emas deyish yoki iymoning zaif, ojizkan deyish, boshqalarga e'tiqod jihatdan baho berish Qur'oni Karim tamoman cheklangan. Yani sen boshqa odamning e'tiqodi bilan hech qanday ishing bo'lmasin, chunki u e'tiqod Alloh bilan u odamning orasidagi ish degan gap. Sen Allah ile o adamın ağrısı işqa sen kiremeyse diyenini bildirdi o yani. Tamam. Allah razı olsun. Bu pek mühim bir narsa ekan. Bizlarga hamma narsani iymonning ustiga qurib, butkul bu o'zimiz yashamoqchi bo'lgan islomni shu yichaliqi yashab kelgachga qanday yashasanglar shundoq ishinizlar deydi emasmi? Biz shuni shucha ishinib bizchu bundan mang'achqa nurg'un narsa qalaymaqan xodaliqi turklar arab sachi gibi deb qo'ydi. To'lqo'dinning paytmistek deb qo'yamiz biz. Ayda yishemay bir tugundichu. To'qonoq deymiz uni. Andaki bu Qur'on her qanday narsaga iymon
iymon ko'zi bilan qarashni nima qilmaydi, bo'rmaydi. Islom ko'zi bilan qarash lozim Qur'onda. Onun için o'zi iymon ixtiyor, islom majburiy, ya'ni. U yerda bir islom iymon ko'zi bilan degan gapning o'zi, men Alloh ishongan bir odam bo'lsam, hamma odamga menga o'xshash iymon keltirgan bo'lish kerak u odam. Bu odam o'zi mandaq qilgan bo'lish kerak, namoz o'qigan bo'lish kerak, ro'za tutgan bo'lish kerak degandek shartlar bilan men uning u ko'z bilan qaragan vaqtda u Alloh taolo ko'rsatgan ko'z bo'lmaydi degan gap. Sen u yerda u Allohning aradagi ish bo'lgandan keyin uni o'zingga ep qol. Ya cho'qqa sen ol uni. Ammo sirt chiqqan vaqtda islom ko'zi bilan qaraysan. Islom ko'zi degan nima degan vaqtda her qanday odam diniy e'tiqodi o'ziga. Ammo jamiyatda barobar yashash, adolat ostida yashash, inoq yashash bu yerda islom ko'rsatgan yo'l degan nim bo'yicha yashaysan degan gap. Ko'z bilan qaraysan degan gap. Geçmişteki bütün tarixni aqtaysa, nurg'un janglar o'sha e'tiqod sababli bo'lganligini ko'ralamizda. Albatta. Amaliyotda bu islomning bergan taklifida, ya'ni Allohning belgilamasida e'tiqod sababli ziddiyatlashmaslik, adolat bilan yashash barobar. Bunda bir prinsip vakinde. Doğru. Undaqda geçmişteki nurg'un shu e'tiqod sababli qilingan janglar, fatih deydi-da, ular jang demaydi. Bularning jiqi undaqda xato bo'libdi ekan. O halkı bu insanın tabiatı bağnayası iken bir memleket kuşlangan vaqtida yan besiga tajovuz qilgan gap. Bu hattoki musulmonlar bo'lgan mesela Umarning zamonidan burun Abu Bakrning zamonlarida Arab yerim orlini mesela Arabdan birlik keltirish ko'rishi bo'lgan bo'lsa, Hazrat Umarning zamonidan boshlab tajovuzchilik urushi boshlangan. Mesela İran'ı besib olgan, Ozarbayjonning janub tarafini besib olgan, Suriyani besib olgan, Suriya o vaqt Arab emasdi. U yerni besib olgan, mesela Misrni besib olgan, hattoki İspaniyani besib olgan. Muştun hemmisinin modası tajovuzchilik urushi degan gap. Süleyman Aleyhisselam'ın Bilqiston şehrini fethi qilganga o'xshamamda. U mu şu aşın o'xshash bir urush hamdi. Bo'lmasa bu insondagi aslida dunyoda o tajovuz qilishi asli cheklandi. Hamda u yerdagi narsa nima desa, o'sha o'zniki millat yoki o'zining territoriyasida belgilangan bir territoriya bo'ladi. Ash territoriyaning sirtiga chiqqandan keyin o tajovuzchilik boshlangan gap. Xayr. Dinni Dinni narsalar tartishgan narsaga man chiqqan. Bugun mana bu tema munosabati bilan iymonga markazlashtirsak, yig'sak, ya'ni nimani? Ondaqda biz hozir qadar o'rganib kelgan 6 iymon degan hisobda 5 oldu, shunami? 5 bizning Qur'on tushunchasidagi Qur'on manbalik din tushunchasidagi iymon 5 oldu. Bu bir muhim nuqtadan birisi. İkincisi iymon İslamning iymon etgan kishi majbur islom kirish kerak. Ammo islomning ichida boshqa musulmon, boshqa dindagilarni bilan barobar yashay oladigan bir sistema. Mandaqchi iymon uchun islom shart. Tushundingmi? İslam uchun iymon shart emas. Tamam, yeshilda. Men shuni demoqchiman. Tamam, nayt aniq oldi endi. Mana endi hozir mana shu tushunchalar, masalan, iymon islom tushunchasiniki shu bir qancha programmalardagi yeshilishidan tarixiy manbalardagi shu Muaviya bo'lsin yoki nima bo'lsin, Abu Sufyonlar bo'lsin, shularninki qanday iymon etganligi, ya'ni iymon etmabdi-da, qanday islom kirganligi yeshildi-da hozir. Masalan biz vatanni ozod qilsak, huquq talish ko'rishlar iymon bilan munosabati yo'q, huquq talish ko'rishlar ketibdi ekan. Tamam. Masalan biz
vatanni ozod qilsak, bizniki qurdigan davlatimiz qanday bo'lishi kerak degan vaqtda, mana shu Qur'on ko'rsatgan bo'yicha hech qanday e'tiqodni asos qilmasligimiz lozim. Lekin Hamma o'zingning e'tiqodi, mazhabi hammasi o'zingning yanchiq selib ol, o'zingga xos narsalar bu. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islom degan nima degan vaqtda adolat ostida barobar birga yashash. Inoq bir jamiyat qurib barobar birga yashash. Islomniki tushunchasi bu. islomni tinchlik adolatni barobarlikni tashabbus qildi. Buning o'zi ikkisini birlashtirgan vaqtda islom degan nima degan vaqtda adolat ostida barobar yashash. Yani her qanday qonun oldida kim bo'lishini qat'iy nazar qonun oldi barobar, erni ayolni hammasi qonun oldi barobar, o'zi haq huquq hammasi barobar holatdagi bir jamiyat qurib, adil bir jamiyat qurib yashashning o'zi bu islom degan gap. U yer masalan bizning vatanda bu Alloh ishonadigan insonlar bo'lishi mumkin, Hristiyan bo'lib ketgan insonlar bo'lishi mumkin, Yahudisi bo'lishi mumkin, hech qanday narsaga ishonmaydigan insonlarimiz bo'lishi mumkin Uyg'urlarning ichida. U vaqtda sen e'tiqod sababli bu insonlar bilan jadallashmasliging lozim. U e'tiqodning hisobini Alloh berdi, sana bermaydi. U yerda sen adil, inoq bir jamiyat qurib, shu jamiyatda barobar yashashing Qur'on maqsad qilgan islomda yashagan bo'lsa degan gap bo'ldi. Buni qilsa hech bir zaman e'tiqodni aralashtirmaymiz. Bu Qur'onda iymon deganlar nima degan vaqtda biz monopol qilingan iymon dedik. Yani iman bilan monopol qilish bu yana bir mavzu aslida. Iman bilan bütün o'zi vatanlik nemisning o'zini monopol qilib, iman bilan kontrol qilma. Deyishing xato degan gap. Her odam monopolni o'tirib chiqdi. Payg'ambarga ishongan bo'lishi kerak deb o'tirib, ani shart qilma degan gap. Qur'on. Bunda tuzumda monopolni o'tirib chiqdi deydi. Monopolni bozatib. O'tirib chiqdi. İnsanlar munofiq bo'ldi shu. Shuning uchun hamda hozir shu g'arb davlatlariniki nurg'un narsalarni qarasa, buniki chirik yerlarim bor. Masalan, o'xshash jinsliklarni to'y qilishga yo'l qo'ydigan nurg'un ham buniki 50% desak, jiqita ammo nurg'unlagan chirik qonun sohasida endi Qur'onniki nimasiga to'g'ri kelmaydigan nurg'un yerlar bor. Her qanday davlatda hamda. Lekin uniki to'g'ri yerlarim bor. Jamiyatniki umumiy ahvol qarta shu barobar yashash, qonun oldidagi barobarlik holat, qonun oldidagi barobarlik nimasi bu nihoyat bizni masalan qochoq demaydi, jinoyat insonlik huquqida, huquq sohasida barobar undaq nim qilibdi. Bu nihoyat Qur'oni Karimning prinsiplariga uyg'un keladi. Misol adolat. Adolatni qanday ekan. Yaxshi oldu. Endi biz Abdülaziz sizga qoldi. Munofiq to'g'riliq gap chiqib qoldi masalan-chu. Bu munofiqlik bu iymonga qarata masalan nima qilib bo'ladi yoki bo'lmasa boshqa bir ishmi bu munofiqlik? Masalan, ko'rganchidan u munofiq, bu munofiq deb munofiq qichqirg'ach pek jiqqa. Buni qana tushunamiz. Hamda munofiq deganning o'zini Qur'onda shu asosan bir gapni qilib qo'yib yo bir va'dani berib qo'yib, oxirida ashuni amal qilmagan, ashuni ziddida ish qilgan insonlarni asosan munofiq deydi Qur'on. Tamam, o to'g'riliq yana ayirib to'xtalamiz. Nima? Ana o'sha bugun asosan yaxshi bir ders oldu. Qaldisi qarindoshlarning keyini qaytadan ig'ir besiqlik bilan kallanimda silkib etib, qayxmanda demlab anglab chiqishini umid qilamiz. Qabul qilmoq biroz tez, ammo lekin Qur'ondagi bir ko'rsatmalarga asosan deyilayotgan so'zlar. Şuna bizning iymonimizni agar Allohga ishongan bo'lsak, bu islom dinini Allohning dini deb qabul qilgan bo'lsak, o chog'da albatta shu Alloh talab qilgan narsalarga iymon keltirishimiz kerak. Agar uningdan sirt qitilgan narsalar bo'lsa, buni yashamoqmi bek tez bo'lib qoladi. Undan keyin boshqa chataq ishlarmi chiqadi hamda shu.
Şoňlaşky garyndaşlarynky Qur'anda tilga alyngan iman, togrulyk gaýta izinip bekişini tileýmiz. Hatda iman bilen emel birgi boluş gerek dep aýatmy ustazma täkidlep ötdi. İnşallah imanymyzga ýarşa ýaxşy emellerni kılışny Allah bizge nisip kılsın. Şonuň üçin Kur'an'a gaýta öýledik. Bizning maksatymyz ýa Muhammed Aleyhisselam'ny aradan ilki Muhammed Aleyhisselam karşı bir ne sözlügen işimiz yok. O mu Allah'ın elçisi? Elbette Kur'an'dan yetkizildi. Kur'an amel kıldı. Ustazma şu doğruluk izlenip bizge ýaxşy mezmunlarny sunup atdy. Allah razı olsun ustaz. Anda 86. kısımlık programda yine görüşümüz. Başka deydiğin gep barmy ýokmy? 86. kısmında şu imanla sözlügen ibadetini tügüt otaylı şunu olan 86'sı ibadet oludu. Şunu olan Naýat ýaxşy. İkisi bir tutgan. monopol kılınan ibadet sahası toxtulumuz inşallah. Şunu görüşümüz. Allah emanet. Allah razı olsun. Hederlik Pidayla ekranının körülmeleri bugünkü Kur'an'da Nezer programımızdaki 85. sani monopol kılıngan iman barıdaki dersimiz tügüde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.